har bitta odamni qanaqadir kasbda sohani tanlaganda oldiga qo'ygan bittalik kumir odami bo'ladi, o'xshashga harakat qiladi. Urolog androlog sifatida biz ham oldimizga qo'ygan shunaqa kumirlarimiz bor, ularga o'xshashga harakat qilamiz. Klinika sifatida bo'lsa, to'g'risi shu set menga yoqdi. Acibadem klinikasi. Do'stlar, hozir Istanbuldamiz. To'g'risi rosa yoqdi. Klinika dahshat. İçini endi hozir ko'ramiz, ekskursiya qilib beradigan bo'lgan, urolog androloglar bilan gaplashadigan bo'lganmiz. Bu yerda deyarli hamma sohada yaxshi mutaxassislar bor. Shular qatorida immuniy erkaklar bepushligi bilan shug'ullanuvchi zo'r mutaxassislar bor. Shular bilan tanishib, immuniy bizning sohada erkaklar bepushtligida nima yangiliklar bor, nimalarda olsak bo'ladi, ularni gaplashamiz va menimcha hamkorlik uchun kelishuvlar bo'ladi. Hatta kostyum-shimlar kiyib kelaman desam, havo yomg'ir ekan. Shuning uchun oddiy kiyinib keldik. Ilmda olsak bo'ladi, kelamiz.